Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Radiomizning naq maydondan egallishiga qaraganda Aqsu Ayküldagi dehqonlar haftasiga 7 kundan kuniga 10 necha soatdan osharg'i ishlamoqda ekan. Agarda kimki kasal bo'lib qolsa, uning oshar vazifasini qarindoshlari ijro qilish kerak ekan. Bu yil 5-oyda radiomiz ziyoratini qabul qilgan To'qson oilasining Yulduzbog' yezisidagi bir kanit sekretari dehqonlarning ish chiqarib qo'yishining oldini olish uchun ularni osharg'i selayotganligini oshkorlagan edi. Ma'lumki, Aykul dehqonlari 2013 yil 8-oyning 8-kuni doiralarning qarqo'yiq odam tutishiga norozilik bildirgan. Bu norozilik keyin qonliq to'qinishga aylanib, oz deganda 13 kishining o'lganligi va yuzlarcha kishining yarda bo'lganligi ilgari surilgan. Xitoyning Jungo axborot to'rining xabariga qaraganda, Xinjiang gazeti idorasining sekretari va bosh muharriri Zhou Xinwei barliq amallardan ilib tashlanib kompartiyadan chiqarilgan. Uyg'ur avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti Zhou Xinwei'ni milliy bo'lgunchilikka qarshi turish, zo'ravonlik, terrorlikqa qarshi turish va diniy asabiylikka qarshi turish qatorliq cho'ng prinsipal masalalarda markaz ham avtonom rayonlik partkom bilan birligini saqlamagan deb ayblagan. Xabarda Zhou Xinwei'ning konkret masalalari haqida tafsiliy tushuntirish berilmagan bo'lsa-mu, ammo muajiratdagi kuzatuvchilar doiralarning rayondagi siyosiy sazgurlikning odatdan tashqari eshib ketayotganligini ilgari surmoqda. İctimai taratqularda ma'lum bo'lishicha, Qashqarda to'y qilmoqchi bo'lgan qiz-yigitlar to'y xiti oladigan chog'da to'y ma'rakasini daqidumboq va naqshi usuli bilan o'tkazishga kafolatlik qilish zakalat puli topshirdi ekan. Qashqar Konishar noyisidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik bir aholilar bu ahvolning rostligini dalilladi. Ularning bildirishicha, to'y qilmoqchi bo'lgan qiz-yigitlar to'y xiti oladigan chog'da o'zlari turishlik yeza yoki noyining xalq ishlar bo'limiga maxsus zakalat puli topshirdi ekan. Ularning so'misi yezilarda 500 so'm, shaharda uningdan yuqori bo'ladi ekan. Agarda to'y egilari to'y ma'rakasini daqidumboq va naqsh usuli bilan o'tkazmasa, bu zakalat puli qaytarib berilmaydi ekan. Shvetsiyadagi Sharqiy Turkiston tashviqot markazining to'r betida Aqsu Ayküllik siyosiy mahbus Osman Avutning turmada vafot bo'lganligi va jasadining 20-oktyabr kuni urug' tuqqanlarga qaytarilganligi xabar qilingan edi. Bu xabar mazkur siyosiy mahbusning chet eldagi urug' tuqqan va do'st yoralarini qattiq qayg'uga soldi. Radiomizning Aqsuning Aykül yezisiga qarta ilib borgan bir qator telefon ziyoratlari natijasida Aykülda o'tgan hafta vafot bo'lg'ichining siyosiy mahbus Osman Avut emas, balki uzun yillik bemor Osman Mahmud ekanligi aniqlandi. Egallashimizcha, Uyg'ur avtonom rayonining janubiy qismidagi Jezi kentlardan Begtuandagi kevezliklarga berib, yollanma emgak kuchi sifatida ishlaydigan Uyg'ur dehqonlari yildan yilga ko'paygan. Halbuki doiralar 5-yil voqeasidan keyin janubdagi aholilarning o'z yurtlaridan boshqa shahar, rayonlarga yo'tkilishini kontrol qilish uchun atalmish yeshil kart tuzumini yo'lga qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, yerlik aholilar mazkur yeshil kartni bajarmay turib, hech qanday yerga bora olmaydi ekan. Xotandan radiomiz ziyoratini qabul qilgan aholilar, hatto yerlik soqchilarmi hukumat qolaylik kart deb atagan bu kartning amaliyotda aholilarga qolaysizlik olib kelayotganligini, ularning sirtqa chiqib ishlashiga to'sqinlik qilayotganligini ilgari surdi. Üstün Atish yezisining Qayroq kentida o'ltirishliq Qurbon Ömerning yillardan buyon o'z hovlisida Xitoyning davlat bayrog'ini chiqarib, doiralarning qizil tashviqot sohasidagi cho'lponga aylanganligi ma'lum bo'lgan edi. Halbuki u bu yil Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini tabriklash faoliyatiga hamda Xitoy Kompartiyasining 4-nomerlik rahbari Yu Jingshingning Atishni ziyorat qilganda hukumat so'riniga chaqirilmagan. U radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining yaqindan buyon yerlik doiralar tarafidan tashlab etilganligi va burunqidek e'tiborga ilinmayotganligidan shikoyat qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.